Ana endi bizning navbatdagi darsimiz nevrotik buzilishlarning ichida yana bir turi bu ipokondrik nevroz haqida suhbatlashamiz. Ipokondrik nevroz bu qanday insonlar? Aynan shu haqida ma'lumot beraman. Dunyo aholisini 5%da aynan ipokondrik nevroz holati uchraydi. Bu qanaqa insonlar? Bular demak sog'lig'idan har doim ikkilanadigan, xavotir oladigan insonlar. Ya'ni menda qandaydir jiddiy xastalik bor, menda qanaqadir jiddiy og'ir bir qandaydir kasallik bor deb ikkilanib yuradigan insonlar va qayta shifokor ko'rigiga boradigan insonlarimiz. Ya'ni sog'liqdan doimiy xavotir. Keyingisi bu o'zida har xil tekshiruvlarni tinmasdan o'tkazadigan insonlar. Vaqti bilan tekshiruvlardan o'tishadi, natijasi yaxshi chiqadi. Biroz muddat inson tinchlanadi. Demak hammasi joyida. Va qanaqadir vaqtdan keyin yana o'zini tekshirtirish uchun xuddi qayta shu tekshiruvga qayta borishadi. Ya'ni tekshiruvlar, bu doimiy tekshiruvlar. Bu insonlarda murojaat qilishgan vaqtida qo'llarida shu darajada tekshiruv materiallari ko'p bo'ladiki, bir kitob ko'rinishida bo'ladi. Hamma tekshiruvlar bor ichida. Har bir diagnostik markazlariga qayta murojaat qilishavergandan u yerdagi mutaxassislar quyidagi insonlarni tanib qolishadi. Keyingisi tibbiy ma'lumot qidirishadi bu insonlarimiz. Juda ham ko'p informatsiya, turli xil kasalliklar haqida internet tarmoqlaridan, har xil kitob va jurnallardan qidirishadi. Shu xastalikni boshdan o'tkazgan insonlar bilan ko'proq suhbat qilishgisi keladi. Ya'ni har doim kasallik haqida o'rganishni to'xtatishmaydi. Ya'ni doim har kuni hali bu kasallik haqida ma'lumot, hali bu kasallik haqida ma'lumot va ularda shu darajada ma'lumot ko'pki, ko'pligidan bir xil vaqtda shunaqa bir gрамотный bo'lib ketishadi. Vaqti kelsa shifokorlarga ham nimadir o'rgatishgisi kelib qoladi. Ya'ni tashxis bunaqa bo'ladi, bunaqa davolanadi deb. Ya'ni tinmasdan tibbiy ma'lumotni qidirib yurish, ayniqsa kasalliklar haqida. Keyingi bu insonlarga tegishli xislatlardan bittasi tibbiy tekshiruvni rad etish. Turli xil tekshiruvlardan o'tib, bu holatda sizni bu tekshiruvlaringiz yaxshi chiqdi, norma chiqdi, sizda hech qanday patologiya yo'q. Ya'ni aynan tekshirtirgan organlaringiz sog'lom degan vaqtida bu insonlar ko'pi, demak, meni yaxshi tekshirmadi bu mutaxassis yoki o'zini malakasi yaxshi emas degan gumonga doimiy ravishda borishadi. Ya'ni bo'lish mumkin emas, menda nimadir kasallik bor. Prosta siz topa olmadingiz yoki sizni tekshirgan, demak, tekshiruv apparatingiz yaxshi emas. Agar yangirog'i bo'lsa, yangi diagnostika markazi ochilgan bo'lsa, kel buni, demak, tekshiruv apparatlari yangi, mutaxassis ham yangi, chet elda o'qib kelgan yoki qayerlardadir malaka oshirib kelgan, bu meni yaxshiroq tekshiradi. Bu topadi meni kasalimni deb, demak, bir necha tekshiruvlarni rad qiladi bu insonlar. O'zida qandaydir kasallik borligini shu kimdir topib shu tasdiqlasa, bundan ham chuqurroq o'zi xavotirga tushadi. Lekin shunaqa bir qiziq insonlarki, demak, doimiy ravishda ikkilanib yurishadi. Ana endi siz bilan ipokondrik nevrozlarni sababi haqida suhbatlashamiz. Ipokondrik insonlarni aynan shu o'zlarining sog'liqlaridan ikkilanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan sabablar quyidagilar bo'lishi mumkin. Demak, birinchisi xavotirli shaxsiyatga ega bo'lgan insonlarda kelib chiqadi bu ikkilanish. Ya'ni shaxsiyati xavotirli shakllanib qolgan insonlar bor. Trevojniy xarakterga ega bo'lgan insonlarimiz. Bu albatta shaxsiyati rivojlanayotgan vaqtdagi u yoki bu demak sabablarga ko'ra yuzaga keladi. Ya'ni trevojniy xarakter. Bu haqida bizning shaxsiyatimiz shakllanish bosqichlarida oldingi darslarda tushuntirib o'tganman. Nimalar ta'sir qiladi? Turli xil sabablarga ko'ra, demak, xavotirli shaxsiyat shakllanib qoldi. Bu insonlarda uchraydi ipokondrik nevrozlar. Keyingi sabablardan bittasi xavotirli muhitda, ya'ni sog'liqqa nisbatan xavotirli muhitda ulg'aygan insonlarda. Bu bo'lishi mumkin, demak, yoshlik vaqtida uyda kimdir jiddiy xastalik bilan chalingan va uni tinmasdan, demak, shifokor nazoratida tekshiruvlarda olib yurilgan
va ana shu muhitda, ana shu uyda tinmasdan kasalliklar va ularning oqibati haqida demak doimiy suhbat, doimiy ma'lumotlarni ichida shunaqa muhitda o'sgan insonlar bo'lsa ham bularda ipofondrik nevroz demak rivojlanishi mumkin. Chunki sog'liqqa nisbatan, kasallikka nisbatan juda ko'p informatsiyalar bo'ladi va aynan ana shu tajribasida qanaqadir bir oila a'zolari, qarindosh urug'ning ichida og'irroq xastalikka chalingan insonlar, agar keyinchalik bu insonlarda bu voqelik agar o'lim bilan tugagan bo'lsa, letalniy ishod deymiz, bo'lsa, shu insonlarda ham demak sog'lig'iga nisbatan doim ikkilanish, o'zini tekshirtirib yurishga moyillik shakllanadi. Va yana bo'lishi mumkin bu bizni ruhiyatimizni, psixikamizni himoya mexanizmi bo'lishi mumkin bu. Bizni aynan psixikamiz bizni nimalardandir demak bizni himoya qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu uchinchi sababni haqida men to'liqroq ma'lumot beraman. Aynan shu uchinchi sababiga to'liqroq to'xtalib o'tamiz. Aynan uchinchi sababi, ya'ni bizni demak psixikamiz nimadandir bizni himoya qilishi hisobiga insonda doim sog'ligi haqida xavotir. Qayerdan keladi? Aynan buni yuzaga kelish mexanizmini tushuntirib beraman. Demak, bizni miyamiz, bizni ongimizda demak qandaydir xavotirli, nimadir muammoyimiz bor. Ya'ni nimadir muammo mavjud bizda. Muhim muammoyimiz bor. Va bu muammoni bir xil insonlar ongli ravishda o'zi biladi. Bir xil odamlar ongli ravishda buni anglay olmaydi, podsoznательный deymiz. Ya'ni ong ostidagi qandaydir muammo. Ya'ni bu muammo qanchadir muddat davom etgani uchun yoki bizni aynan psixikamiz shu muammonidan charchagani va aynan mana shu muammo bilan hozir ishlash uchun demak resurs yetarli bo'lmagan vaqtda bizni ruhiyatimiz bizni himoya qilish maqsadida aynan bir necha turlari mavjud. Aynan ma'lum bir tur bor, psixikamizni o'zimizni himoya qilishi. Bizni diqqat markazimiz muammodan aynan boshqa muammoga burib qo'yadi, ya'ni. Real hayotimizda nimadir muammoyimiz bor va shu aynan muammo demak bizni diqqat markazimizda edi. Yo'q, bir xil vaqt biz buni bilamiz muammoligini, bir xil insonlar sezmaydi muammo borligini. Lekin aynan biz ruhiyatimiz shu narsadan bizni himoya qilish uchun diqqat markazimizni bundan ham muhimroq bo'lgan, demak, boshqa muammoga qaratib qo'yadi. Bu albatta sog'lik haqidagi muammo. Aynan siz qiynalayotgan. Bunday insonlarda asosiy narsa, e'tibor berish kerak bo'lgan narsa o'sha o'zini birlamchi muammosiga e'tibor qaratish. Ya'ni davolash vaqtida. Chunki bizni ruhiyatimiz, psixikamiz aynan bu insonni himoya qilish maqsadida bitta demak o'choqdan ikkinchi o'choqqa, ya'ni ikkinchi nuqtaga muammoni qaratib qo'yadi. Natijada bu insonlar sog'ligi haqida o'ylab yurishaveradi-da. Uzoq muddatlar qancha yurishguncha yurishadi, turli xil tekshiruvlardan o'tishadi, yillab faqat muammo sog'lig'imda deb yurishadi. Buni birlamchi sababi asli hayotidagi boshqa muhimroq muammosi bo'lishi mumkin. Aynan bu narsa, bu himoya mexanizmi nima beradi ko'pchilik insonlarga? Birinchisi, nimadir ishni, ya'ni bajarish uchun o'ziga mas'uliyat olmaslikni beradi. Ya'ni nimadir mas'uliyat olish kerak bo'lgan ish borda, birdan mexanizm ishlab, fikr hayoli sog'liq haqidagi muammoga o'tib ketgandan keyin inson qaysidir mas'uliyatni o'ziga ola olmaydi. Ya'ni hozir sog'lig'imga qarab olay, muammoyim topib olay, nimadir muammoyim bor sog'lig'imda, qanaqadir jiddiy kasallik bor. Men buni oxiriga yetib olay, o'zimni tekshirtirib olay, keyin bu ish bilan shug'ullanaman. Ya'ni qaysidir mas'uliyatni olmaslik uchun aynan shu men kasalman degan fikr yordam beryapti. Bu bitta ko'rinish. Keyin ko'rinishi muhim qaror qabul qilishdan qochish. Go'yoki bizni psixikamiz ana shu qaror qabul qilishga tayyor emasligingizni bilib turib, sizni aynan sog'liqqa bo'lgan
mavzuga strelkasini qaratib qo'yadi. Ya'ni qanaqadir muhim qaror bor, u ishdadir, u balki oiladadir, u balki boshqa masalalardadir. Muhim qaror qabul qilishingiz kerak. Qarorni qabul qilishdan vaqtinchalikka bizni chalg'itib turadi. Sizni go'yoki himoya qilyapman deb o'ylang. Ya'ni men o'zimdagi muammoyim topib olay, yaxshi bo'lay, davolanib olay, keyin bu qaror qabul qilarman deb ikkinchi darajalikka olib o'tib qo'yadi. Go'yoki bizni himoya qiladi. Ya'ni shu qaror qabul qilish balki sizga og'riqlidir. Qaror qabul qilishning natijasi balki og'riqlidir. Shuning uchun psixikamiz, ruhiyatimiz bundan himoya qiladi. Keyingisi muhim ish qilmaslik uchun o'ziga ruxsat berish. Nimadir juda ham muhim ishingiz bor, lekin bu ishni bajarishga yo tayyor emassiz, yo bu ishni bajarishni oqibatiga tayyor emassiz. Natijada yana hali aytib o'tganimizdek, bu himoya reaksiyasi ishlaydi. Sog'lig'imga qarab olay, muammoyim topib olay, keyin bu ish bilan shug'ullanaman. Go'yo ikkinchi darajalikka olib qo'yadi. Chunki bu muammo shunaqa muammoki, bu har doim miyani, demak, quvvatini oladigan muammo. Ya'ni внутриличностный konflikt deydi, shaxsiyat ichidagi konfliktli muammo bo'ladi juda ko'p holatlarda. Ya'ni bu muammoni bir xil odam o'zi sezadi, ongida bir xil odamni seza olmaydi. Diagnostika vaqtida, bemor bilan suhbat qilgan vaqtida, shu psixoanaliz vaqtida kelib chiqadi bu muammolar. Odatda bu muammolarni hal qilish o'z-o'zidan sog'liq haqidagi muammo, ya'ni miyani o'sha ma'lum bir qismdagi qo'zg'alishni ham yo'qolishiga olib keladi. Natijada inson o'zidagi, demak, jiddiy kasallik bor, men o'zimni tekshirtirishim kerak, nimadir qilishim kerak degan, demak, fikrlar o'zining ahamiyatini yo'qotadi. Birlamchi muammoni yo'qotilsa. Ya'ni ko'pchilikda uchraydigan holat, ya'ni защитный mexanizm psixika, demak, ruhiyatimiz bizni nimadandir ehtiyot qiladi, nimadandir himoya qiladi. Shu vaziyatda shu ishni to'g'ri deb biladi. Chunki men muammoga resursingiz yetmasligi mumkin, tayyor emasdirsiz bu muammoni hal qilishga. Natijada sog'lig'ingiz haqida sizni o'ylantirib qo'yadi. Sog'lig'ingiz bilan, demak, yuraverasiz. O'zingiz tekshirtirib doktorlarga borib, bu muammo esa qoladi. Vaqti keladi, bu muammo aniqlangandan so'ng bu muammoni hal qilishingiz bilan birlamchi sabab bartaraf bo'lishi bilan o'z-o'zidan sog'liqqa bo'lgan muammo yo'qoladi. Ya'ni bu psixoterapiya orqali hal bo'ladigan sabablardan va eng ko'p uchraydigan sabablardan biri hisoblanadi. Ipokondrik nevrozlarga tavsiya. Birinchi tavsiya, siz shu vaqtgacha qayta tekshirtirdingiz va o'zingizni sog'lomligingizni bildingiz. Sizda yetarli tekshiruvlar bor qo'lingizda. Siz qilishingiz shart bo'lgan birinchi ish tekshiruvlarni absolyutni to'xtating. Tekshiruvni to'xtatish, shifokorga murojaat qilishni to'xtatish, internetdan har xil ma'lumotlar olishni to'xtatish absolyutni. Va albatta bu muammoning asosiy yechimi psixoterapiya. Ya'ni psixoterapevtga murojaat qiling. Hozir umumiy tavsiya bera olmasligimiz sababi darsda. Buni sababi hammada har xil. Birgina umumiy tavsiya beraman. Hammaga yordam beradigan tavsiya bu tekshiruvlarni to'xtatish. Bir xil vaqtda tekshiruvlarni to'xtatish ham 50% insonlarda muammodan qutulishiga sabab bo'ladi. Chunki men tekshirtirdim, bo'ldi. Menda hech qanaqa muammoyim yo'q. Sog'lig'i haqida e'tiborini pasaytirishi va boshqa muhimroq ishlarga e'tiborini qaratishi ipokondrik nevrozlarga 50% insonlardan demak, batamom bu muammodan qutulib ketishiga ham olib keladi. Ya'ni to'xtatish hamma narsani. Bu oddiy, hech qanday qiyinchiliksiz bajarilishi mumkin bo'lgan ishga o'xshab ko'rinadi, lekin ahamiyati juda ham katta. Hamma narsani to'xtatib, bo'ldi, tekshirtirdim, hammasi yaxshi. Ichingizda qanaqadir o'zingizga o'zingiz savol kelishi mumkin. Yo'q, jiddiyroq kasallik bor, topolmadi hech kim. Nimadir kasallik bor-da, shu bekor to'xtatib qo'ying deb keladi. O'sha vaqtda siz berishingiz kerak bo'lgan javob bo'ldi, nima bo'lsa bo'lsin. Oshqozoning kasal bo'lsa kasal bo'lsin, bo'ldi. Последствияsiga, ya'ni natijasiga xayolan, fikran rozi bo'ling, bo'ldi. Sizdagi xavotir kamayishni boshlaydi. Lekin real hayotda esa sizda hech qanaqa patologiya yo'qligini
ongli ravishda odam o'zi albatta bilishi kerak, bilishi shart. Psixoterapiya usulidan foydalanib, muammoingizni topib, sababiga ko'ra sizda bu xavotirli xarakter hisobigami, xavotirli xarakteringiz bilan ishlash. Bu sizdagi muhitdagi, ijtimoiy muhitlardagi, ayniqsa COVID-19 vaqtidagi, demak, xavotirlar muhitda, ijtimoiy hayotlarda aynan bir kasallik haqida qayta-qayta gapirilishi, u haqida qayta-qayta ma'lumot berilishi, uni ya'ni asorati sifatida qayta-qayta, demak, uni informatsiyalarni qayta-qayta berilishi odamlarga, demak, shu darajada ta'sir qiladiki, o'sha vaqtida ham ipokondrik nevrozlar juda ko'payib, kuchayib ketishiga sabab bo'ldi. Ya'ni ijtimoiy muhit ham ahamiyati katta. Yoki u sababdan paydo bo'ldimi, yoki sabablardan uchinchisi, sal oldinroq tushuntirib berdim. Bu sizni psixikangizni himoya mexanizmimi? Himoya qilayotgan bo'lsa, nimadan himoya qilyapti? Buni topish uchun, demak, albatta psixoterapiyadan foydalanishimiz albatta kerak. Siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa tekshiruvlarni to'xtatish, shunda o'zi yordam bersa, muammo yo'q, shart emas borishingiz. Agar yo'q, men baribir muammoni oxiriga yetishim kerak deydigan insonlarga birdan bir tavsiyamiz bu psixoterapiya. Va o'sha vaqtida aniq bo'ladi. Ya'ni sizga psixoterapiyani qaysi turini qo'llash kerak yoki dori-darmon bilan ma'lum bir vaqt sizga yordam berib turish kerakmi? Bu masalani demak hal qilinadi. Demak, bugungi ipokondriya haqidagi mavzuyimiz, ma'lumotlarimiz shundan iborat. Albatta sizga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.